Prezidentimiz tomonidan 2024-yil 5-avgustda imzolangan va shu yili 8-noyabrdan kuchga kirgan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun minglab yurtdoshlarimiz kutgan huquqiy hujjat bo'ldi. Bu yil mazkur qonun qabul qilinganiga 1 yil to'ldi. Navbatdagi lavhamizda qonun ijrosi va uning amaliy natijalariga to'xtalamiz. Mening uyim. Qo'lida bo'yoq, yuzida tabassum. Qizaloq qog'ozga shirin ishtiyoq bilan chizmoqda. Uning uchun bu uy haqiqiy uni uyi, lekin kattalar dunyosida tamomila boshqacha. Hujjatsiz uy go'yoki yo'q uy. Qog'ozda yo'q-u, lekin hayotda bor. Har bir bola haqiqiy mening uyim degan quvonchni his qilishi va qonunan o'z uyida yashashga haqli aslida. Prezident ana shu imkoniyatni berdi xalqimizga. Mazkur qonun xalq manfaati yo'lidagi juda katta tashabbus, muhim qadam bo'ldi. Ko'p emas, 1 yil, 50-60 yildan buyon hal bo'lmayotgan muammolarga yechim berdi. Qonun tufayli minglab fuqarolar o'z uy joylariga rasmiy egalik huquqini ola boshladi. Mana ko'p yillardan bergan kutib yurgan kun keldi bugun. Yugurib yurgan odam o'zi biladi u narsani. Uying dokumentni olmay, u eshikka bor, bu eshikka bor deganlardek. Kadastr xodimlarining o'zlari uyga bordi, o'zlari yerni o'lchab ketdi. Hech kim chaqirgani yo'q ularni. Prezidentimizning qarori bilan telefonga socheniya keldi, hammasi hal bo'ldi. O'zidan yashaganda o'zingizni his qilasizda. Dokumentalniy bo'lmasa, o'zingizni his qilmaysizda baribir. Shunaqa narsalardan qutuldik. Mana xursandmiz. Buyog'i baxtli semya muttasi bo'lib yashab yuraveramiz endi. Jarayonlar kadastr agentligi va davlat kadastrlari palatasi tomonidan zamonaviy axborot tizimlari asosida olib borilmoqda. Xatlov tizimi orqali uy-joylar o'rganilayotgan bo'lsa, e'tirof tizimida hujjatlar ko'rib chiqilmoqda. Bunga 23 ta vazirlik va idoralar jalb etilgan. Qonunda e'tirof etilayotgan yerlarimiz ijara huquqi bilan berilyapti. Hozirgi kundagi belgilangan yer qonunchiligi tartibiga ko'ra faqatgina yer uchastkalari tadbirkorlar va aholiga ijara yoki mulk huquqi asosida beriladi. Yakka tartibdagi turar joylarga 99 yillik ijara berilyapti. Boshqa yerlar uchun bu 49 yillik ijara huquqi e'tirof etiladi. Sug'oriladigan yerda mavjud bo'lmasligi kerak. Yer resurslarini boshqarish tizimini joriy qilishda jahon standartlariga mos keladigan ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobini yuritish integratsion axborot tizimi ishlab chiqilgan. Mana shu tizimga biz 1.200.000 ta ko'chmas mulkimizni birma-bir yangi tizimga olib o'tyapmiz. Buning natijasida ko'chmas mulk ma'lumotlari haqiqiy, ishonchli va davlat tomonidan kafolatlangan ma'lumotlar shakllanishiga yordam beradi. Kutuvlar natijalarga ko'chdi. 4,5 ming kadastr xodimi mamlakat bo'ylab mahallabay xatlov olib bordi. Shu vaqtgacha na o'lchovi, na bir aniq haddi bo'lgan 4335 ta mahallaga chegara belgilandi. 2026-yilga kelib esa qolgan mahallalarda ham bu ishlar to'liq yakunlanadi. Xatlovda faqat hujjatsiz uylar emas, balki hujjati bor, lekin o'zgarishlar kiritilgan binolar ham qamrab olingan. Shu paytga qadar 845 mingdan ortiq obyekt xatlovdan o'tgan, 245 mingdan ziyod obyekt e'tirof tizimida ko'rib chiqilayapti. O'rta Chirchiqlik Zubayda opa yaqin kunlargacha oilasi bilan egalik huquqi bo'lmagan imoratda hadik bilan yashab kelgan. Davlat rahbarining tashabbusi, islohotlar bu xavotirlar o'rnini quvonchga almashtirdi. Kolxoz davrida mana bizga faqat qaror chiqarilgan. Shu qaror asosida hamma mahalladagilar yuravergan, daftarda bo'lgan xat hujjatlar. Mana necha yil o'tib yurtboshimizga hammamizga yordam qilib, kimda kamchilik bo'lsa, kimda muomala bo'lsa, hammasini kadastr xodimlari kelib o'zi o'lchab, hammasini hal qilib beryapti bizga. Oldin bilasizmi, eshik-meshik yurardik. Ishik taqillatib, iltimos qilib, qog'oz ko'tarib, hali u kamchilik, hali bu kamchilik. Hech o'ylamagandik bunaqa ishlar bo'lib ketadi deb. Mana yangi O'zbekistonda yangicha ishlar bo'lyapti. Toshkent viloyati davlat kadastrlari palatasini 300 nafardan ortiq muhandislari shu xatlovga jalb qilingan. 19-yilda bir martalik aksiya chiqqan edi. 461 sonli qaror. U bir martalik edi. Unda
fuqarolar o'zi idora yurib mulkini e'tirof etish uchun tegishli idoralardan tegishli hujjatlari o'zlari yig'ardida, keyin ariza bilan murojaat qilib huquqni e'tirof etirardi. Yo'q, bunda bunaqa emas. Kadastr organining xodimlari o'zlari xonadonga borib, jadval asosida har bitta mulkdorni xonadonini o'lchov ishlarini o'tkazib, bu bo'yicha hech qanday to'lov to'lanmaydi. Huquqini olayotgan fuqarolarimiz yillar davomida kutib turgan muammolari hal bo'layotganligidan kayfiyati yuqori darajada bo'lib boryapti. Ko'pchilikning sarsongarchiligiga chek qo'ygan xalqchil amaliyot, millionlar taqdiriga daxldor tashabbus markazdan tortib eng chekka, olis manzillarda ham o'z so'zini aytdi. E'tiboringizni raqamlarga qaratamiz va natijalarni ayrim viloyatlar kesimida tahlil etamiz. Buxoro viloyatida 44,028 ta obyekt xatlovdan o'tgan, 20,350 tasi e'tirof tizimiga kiritilgan, 847 tasini huquqiy e'tirof etilgan, 16,000 dan ziyod obyektlar hozirda xulosa olish bosqichida. Qashqadaryo viloyatida 66,445 ta obyekt xatlovdan o'tkazilgan, 33,484 tasi esa e'tirof tizimiga kiritilgan. Shundan 3,063 tasini huquqiy e'tirof qilingan. Qashqadaryo viloyati huquqiy e'tirof etilgan obyektlar soni bo'yicha respublikada yetakchilardan biri. Xorazm viloyati 72,293 ta obyekt xatlovdan o'tgan, 21,725 tasi e'tirof tizimiga kiritilgan bo'lsa, 1,457 tasini huquqi e'tirof etilgan. Ayni kunlarda viloyatda adliya organlari orqali ko'plab obyektlar huquqiy baholanmoqda. Urganch tumani Merganovul mahallasida yashovchi Rahimbergan Yo'ldoshev ham bugun haq huquqi ta'minlanganidan mamnun. Taqdirini qarangki, ism familiyasidagi bir harfning o'zgarishi Rahimbergan akani 25 yillik sarson sargardonchilikka, ortiqcha haddiy xavotirlarga mubtalo qildi. Hujjat masalalarini to'g'rilash uchun arxivga borsam, arxivda Yo'ldoshev Rahimbergan bo'lsa, Yo'ldoshev emas, harfi bilan yozib olganlar. Shu sababli hujjat masalalarini to'g'rilay olmadim. Mana muhtaram prezidentimiz xalqimiz, yurtimiz uchun qanchadan qancha qarorlarni chiqaryapti. Mana hujjatimni qo'limga berishdi. Kadastrlarım o'zi kelib, chizib, hamma nelarni o'lchab, hammasini hujjatlashtirib berishdi. Aslida inson uchun ko'ngil xotirjamligidan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Buni 33 yildan buyon Jonboy tumanining Saroy mahallasida haddiy xavotir bilan yashab kelgan Gulnora Yo'ldosheva ayniqsa yaxshi biladi. Biz 92-yilda planni olib ko'chib kelgan bo'lsak, bizning hech qanaqa hujjatimiz yo'q edi. Shu paytgacha biz egalik huquqini oldik. Kadastrdan kelib, hamma tomonni o'lchab berishdi. To'lovlarni to'lab, mana egalik huquqiga ega bo'ldik. Endi xavotir olmaymiz, egalik huquqimiz bor. Xohlasak meros qilib bera olamiz bolalarimizga. Yerga egalik huquqi ham hisobda, ham haqiqatda aniq bo'lmoqda. Bu zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirilyapti. Prezidentimiz chiqargan qarori o'z vaqtida bo'ldi. Bizlarga, xalqqa, fuqarolarga ancha-muncha yengillik bo'ldi. Bu haliga biz oldinga o'xshab haliga hokimiyat eshigiga borish, kadastrda eshigiga borish o'zi yo'q. Ovoragarchilik degan narsa yo'q. Xalqqa ancha qulaylik yaratilib berildi. O'zingiz ayting, qaysi zamonda davlat egalik huquqi yo'q bo'lgan mulklarni hujjatlashtirib beradi deyilgan. Aksincha, odamlar yillar davomida idora yurib sarson bo'ldi. Mana, davlat rahbarining tashabbusi bilan joriy qilingan mahallabay, xonadonbay ishlash tizimi nima uchun kerak edi? Prezident boshlab bergan tashabbusni birgalikda amalga oshirish va natijaga chiqish uchun qilinayotganlarni xalqqa yanada sodda va tushunarli tarzda yetkazish va erishilganlarni tahlil etish maqsadida Kadastr agentligi va Kadastrlar palatasi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur tashkil etildi. Jarayonlar bilan yaqindan tanishish va savollarga javob olish imkoni yaratildi. Qo'limdagi mana bu narsani ko'pchilik biladi. Bu turli qismlar yordamida uy yasaydigan, faqat uy emas, boshqa shakllarni ham yasaydigan bolalar o'yinchog'i. Qachonki ushbu jarayonda bironta qism ishtirok etmasa, yaxlitlik yo'qoladi. Ya'ni biz kutgan narsa chiqmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Aynan mulk huquqining e'tirof etilishi ham xuddi shunday aslida. Hujjatsiz uy mukammal uy emas.